Va alaykum assalom. Demak, folbinlik, issiq sovuq degan narsalar o'zi aslida tabiatda sabablari mavjud bo'lgan narsalar. Ya'ni men aytdim, e, aslida koinotni asosini, borliqni asosini elektromagnetizm degan bir narsa bor, o'sha tashkil qiladida. O'tgan safarlar aytdik, aslida hamma narsa koinotda mana shu maydonlardan tashkil topadi. Turli xil maydonlar, elektrik maydonlar, magnetik maydonlar, ular orasidagi munosabatlar va hokazo. Demak, borliqda hamma narsa aslida hamma narsa bilan chambarchas bog'liq. Har bir atom, har bir elektron, ularni, ya'ni atomlarni tashkil qiluvchi narsalari barchasi aynan mana shu elektromagnetizm qonun qoidalari bo'yicha ishlaydi. Bu nima degani? Bu aslida xuddi kvantum zapotenish dedik yoki superpozitsiya dedik. Mana shunga o'xshagan hodisalar, mana shu sehr, jodu deb aytamiz. Mana shu narsalar aslida asoslari borligini ko'rsatadi. Faqatgina bu ilmlar barchamizga mavjud, judayam qadimiy ilmlardan hisoblanadi. Ayniqsa mana shu o'zimizni manbalarda ham, undan tashqari boshqa diniy manbalarda ham, turli dinlarda sehr va jodu, magiya degan narsalar haqida ko'plagan ma'lumotlar bor. Masalan, Firavnning sehrgarlari bor. Aslida sehr degan narsa mavjud, chunki bu sehrning ikki ko'rinishi bo'ladi. Birinchisi oq sehr bo'lsa, bu rahmoniy narsalarga aytiladi. Deylik, payg'ambarlarga ko'rsatilgan mo'jizalar va bularning barchasi mana shu rahmoniy magiya hisoblanadi. Endi qora magiya bor, bu shaytoniy magiya. U insonga imkon qadar zarar yetkazish yoki biror kishining shaxsiy manfaati uchun o'sha narsani hosil bo'lishi uchun boshqalarga qilingan zulm sifatida ta'kidlash mumkin. Mana bizda diniy manbalarda yer yuziga ikki farishtaning tushirilgani va ularning insonlarga sehr, insonlar orasida issiq sovuq kabi narsalarni o'rgatish bilan bog'liq ma'lumotlar mavjud va bu ma'lumotlarga sahih, to'g'ri deya qarash aslida ma'qul, chunki bu narsalarni, sehr, magiya kabi narsalarni hozir inkor qilayotgan odamlar ham bor, diniy ulamolar orasida ham, boshqalar orasida. Lekin bu hamma narsani joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Bu narsalar bor bo'lganligi sababli, ya'ni bu narsalarga yetarli ma'lumotlar bo'lganligi sababli aslida mana shu biz aytayotgan folbinlik kabi narsalar ham borligini tan olishga majbur bo'lamiz. Endi agar misol keltiradigan bo'lsak, shunday bir holatni aytishim mumkin. Masalan, Muso alayhissalomdan keyingi kelgan kichik payg'ambarlar deyiladi yahudiylarda. Bir mana shu payg'ambarlardan biri yulduzlar ilmiga sohib bo'lgan kishi bo'ladi. Endi yulduzlar ilmi deganda mana shu astrologiya ko'proq nazarda tutiladi. O'sha yulduzlarga qarab har bir insonning qachon o'lim topishini bilish degan bir narsa borda. Mana shu narsa ilm sifatida mavjud bo'lib qolgan o'sha payg'ambarning qavmida. Keyinchalik Dovud alayhissalom mana shu qavm bilan urushganda Dovud alayhissalomning askarlari safida o'lim ko'proq bo'ladi, lekin narigi tarafda hech kim o'lmaydi. Ikki marotaba urush bo'ladi. Shunda Dovud alayhissalomga keyin Alloh taolodan vahiy keladiki, aslida bu bo'layotgan narsa
qadimda haq payg'ambar tarafidan keltirilgan mana shu nujum ya'ni yulduzlar ilmi bilan bog'liq bo'lgan narsa bo'ladiki, ular kimning o'lishini mana shu bashoratlar, yulduzlarga qarab qilingan bashoratlar orqali biladi va ajali kelmagan odamlarni mana shu xalq ilgarigi oldingi saflarga qo'yadi va jangda ajali kelmagan sababli ulardan hech kim o'lmaydi, lekin ajali kelganlarni orqa saflarga qo'yadiki, bu orqa saflarda jang ga aralashmaganligi sababli Davud alayhissalomga bu bilinmaydi. O'sha sababli Davud alayhissalom Allohdan yordam so'raganda, Alloh keyin yulduzlarning harakatini tezlashtirish yoki sekinlashtirib qo'yish orqali mana shu butun sistemani buzadi va keyin ular aslo mana shu yulduz ilmiga voqiflikdan qolib ketadi, umuman olganda yo'qotiladi bu ilm. Shu shaklda. Endi boshqa misollar ham keltirilishi mumkin. Payg'ambarimiz hadislaridan ham albatta issiq, sovuq, folbinlik bular hammasi mana shu biz aytgan elektromagnetizm qonuniyatlari asosida ishlaydi va inson u narsalarni o'zidan bartaraf qilish uchun ular ham ayni qonuniyatlarga bo'ysunishi kerak, ya'ni elektromagnetizm qonunlariga. Aslida ruhoniyat bu magnetizm bilan bog'langan narsa. Shu sababli inson ruhoniy o'sish davomida ular qilgan zikr, duolar, ibodatlar va shu kabi amallar aslida insonni ruhiy baquvvat qiladi va mana shunday qora kuchlarga qarshilik ko'rsata oladigan bir xislatlarni paydo qiladi. Umid qilamanki, ozroqgina bo'lsa ham tushunarli bo'ldi. Bu narsani juda cho'zib yuborish niyatim yo'q. Zotan ozroq chalkash masala. Demak, balki boshqa safar yana bu haqda keyinroq ma'lumot berarman. Hozircha mana shu. Sog' bo'linglar.